Hammaga sog'liqlar bilan man Said Toytev va videoroligimizda sizlar bilan birgalikda Last Framework'da yasayotgan ilovamizni davomini yasaymiz. Albatta o'tgan videoda bu Flash ilovamizga ancha narsa qo'shishga ulguribmiz. Login qo'shibmiz va bazada modellar yasalgan, notlar yasalgan. Yuksab ilovani tashkil qilishini biroz to'g'irlagandek shekilli. Bu statikda hech balo yo'q. Joyda negadir bo'shmi? Hozir yurgizib ko'ramiz. Browserni ochib olamiz. Ramusya biroz kapataldi. Mana bu URLni kopyalaymiz. Browserni aktiv. Hop, bizda hisoblanganmiz va menimcha faqat HTML holatda shekilli saytimiz yo'q. Mayli, va Bootstrap o'zgartirib biroz chiroyliroq qilib qo'ysak bo'ladi. Databaza ham yaratilgan. Hop, mana so'ng ochildi. Hop, joyda F5'imizda DB Login Manager, Login View nimagadir non qilib qo'ydim. Login View login model ismini alohida bir faylga olsa ham bo'ladi. Esa boshqa joylarni qo'llash user loader hamma notlar chiqadi. Okay, create note. Hop, note. Hop, login. What is simple website? Xo'sh, URL'larga localhost enter va hop, mana brauzerda ochdik. Va bu albatta faqat bizning saytimizning HTML, ya'ni statik ko'rinishi. So'zlaydigan home hech qanaqa create note qilishgasi yo'q. Yoki register uchun oldin o'tgan bir login create note. Endi bu yerda create note desak bo'lar ekan va
i minus ke noktasi ini tenang noktasi ini çünkü biz menimcha bu joyda nokta yuziraydi o'yinchi bo'lgan yuzirmaydigan notes degan yuzlarda shit bor hop template'da current user id'si not id'si teng bo'lsa o'sha shunday minusga bossak o'chira olmaymiz o'sha logout turib loginda yo'q hozirdan ko'ra olmaymiz o'shani hop hozir foyda registrda bizda password degan okey hozirdan ko'rsak bo'ladi şifrelenmenin password xo'sh albatta bu xavfsiz yo'l emas buni qayerda shifrlab bazaga saqlash chunki kimdir ba'zan bunday qilib tekshirib ochib qarab parolni ko'rishi mumkin bu katta harflar ekan hop katta harflar katta harf notes yozsak create note qilib bir note yaratildi note yozsak note home zaten hop index home hop buni ham yasayman bu saytda ham mümkün biz albatta bootstrap'dan foydalanamiz bootstrap'ga kiramiz hop girdik endi bu yerda bizga bootstrap'ni kerak link kopyalaymiz va o'zimizning base HTML'imizga tashlaymiz va albatta JavaScript linkini ham kopya qilib o'zimizning HTML'imizga tashlaymiz va endi mana bu tezmi biroz sinadigan qilib Javaga aylantiramiz. Bu yerda bizga har xil komponentlar berilgan, alert deyiladi. Nima deydi uni? Ogohlantirishlar har xil rangda. O'zlarining klasslar bo'ladi. Style yozilgan, hofiz yozil, navbat. Navbatni ham eng simple kerak. Bunaqa import kerak emas. Mana shunday versiya buni kopyalaymiz va tepasiga kopyalab va tekshirsak endi mana bularni bu yerga qo'yish kerak home'ga hop endi biz home align mana bu joyga hop bu yerga nima kerak notes
Buttonga kiramiz va bu yerda kerak buttonlar bor. Hop, bizga mana shunday qilib yashil rangingiz kerak. Hop, topingiz va hop, logout notes folder bu yerdan doğrudan doğru kopyalamak. Else logout and if hop, bizlarga avvaliga bunaqa class berish kerak ekan. Application class kerak. Hop, Jinja. Bitta if yoqmaydi. Va refresh mana ularga link berishimiz kerak. Logout uchun for logout we will get notes bo'lsa hozircha home notes logout no link hop, bu yerda anchorga hop, endi tak mana bu narsa inputlarni va buttonning login har bir input uchun burada input kiritma. Hop, bu yerda input qilib form control mana shu class kerak ekan. Bitta input uchun form control register qo'yishim. Endi biroz yaxshiroq, lekin button ko'rsatdik va boshqa oxiriga solib qoldim. Formani bitta divni ichiga olishimiz kerak yoki formani o'zini div yozamiz va formani ichiga olamiz. Divga class container desak class ko'taramiz. Endi registerga bitta button yozishimiz kerak. Endi buni loginga ham beraman. Vaqtinga va register login ham
login HTML. Endi formani biroz süramiz. Bir topshiriqlarimiz hop. Endi mana formani login juda ham yoqishib qolibdi. Bunga tepadan biroz joy beramiz. Endi biroz login. Bizda alertlar yo'q. Buni boshlash kerak hozir. Bitta registratsiyada bizda flash ishlatganmiz va ularga bitta kategoriyalarni chiqib nimada ishlatishimiz kerak. Page'da. Navbatdan keyin shu joylarda ishlatishimiz kerak. Hozir mana yozamiz uchun flash message'larni Page'da o'zi ko'rsatib turadi. Hozir hech narsa nima chiqmayapti. Loginga bosib ishlamayapti. Просто uni bu yerda ko'rsatish uchun mana bu yerga yozishimiz kerak. Flash bo'ladigan message'larni tutib olish kerak. Shularni ekranga qanaqadir chiqarish kerak. Hop, biz buning uchun with'dan foydalanamiz. With ishlatmaslarni yozsa bo'ladi. Mana shu oddiy standart ko'rinishida. This messages thing get flash messages. It goes to that with when the kategoriyalarni olishga kerak bo'ladi. Kategoriyalarni qayerga kerak bo'lsa hozir ko'ramiz. And with that if messages agar message'lar bor bo'lsa ichida for category deb yozadi. And message and for hamma chiqmagan flashlarni olib kelishadi. Yangi oramiz loginga o'tsak, xato foydalanuvchilarga parol bunday qilamiz. Xato foydalanuvchilar login tizimga muvaffaqiyatli kelamiz. Endi boya kategoriyalarni biz akfangiz yozmay ekanmiz, endi yozishimiz kerak. Birinchi login boshlaymiz. Tizimga muvaffaqiyatli keldingiz. Bu qanday kategoriyadagi xabar va albatta muvaffaqiyatli demak kategori success. Burada xato foydalanuvchining parol bo'ladi. Kategori error yoki har xil rangda chiqishi uchun ranglar yozib turamiz. Formani to'ldiramiz. Kategori one error one. Bu ham o'zini o'rgatadi. Chiqarish uchun bu yerga kategori warning bitta flash boshlasak hop nima
info hop uzatuvchi hamma uzatuvchilarga endi mana bu joyda pi tagi o'rniga bootstrapdan boyagi alertlarni olamiz. Mana har bir rangi primary, danger, warning, info, light, dark, show all. Lengthy, icon carrying, absolutely. Aslında yok artık. Hot, şunu böyle copy paste. Burada hop, bir çizim. Şimdi navigate yapacağız. Kategorileri algoritma yapacağız. Şimdi böyle ve biology tuğrinde sınav destekleri engelimiz, sınavlarımız, sosyal hata paylaşımlarını sağladı. Peki registrasyon kullanırsanız bu email hafızasından yani bunları kısacası adam muvaffakiyetli yaptı var. Muvaffakiyetli yaptı. Başka türlü karıştırıyor. Bu email daha güzel hop. Şimdi şu üzerinde yani parol parol hotmail böyle biz deganda mana shu joyda logoutdan oldin bitta username nomini ko'rsatib Instagram qo'lladi hop bitta navbatda hozir man bootstrapdan forum navbat kanaga ochib yopiladigan kanallar tanlab mana shunday 1 2 3 mana shunday mana shunday mana ichida kopyalaymiz copy paste nima shunday chizadigan drop-down kerak nomitga current user login no this is driving on your no skills yok ama saja login bunga mungkin beramiz va buyog'ini o'chirsak ham bo'ladi. But create node selesai kemudian tidak nima berishi mana bu home degan bilan biroz taxlash kerak. Hop mana saytimiz biroz normalniy chiroyli ko'rinishga keldi. Create node ham bo'ladi. Mana node muvaffaqiyatli ko'rsatdi va bunday box qilib tasavvur qildi va o'zimizni yaratgan
notes degan pejni yaratadi va bizda read more o'qishdan mumkin. Mana bu joyga yozib qo'ydim-da men. Index HTML'da mana bu joyda note'ni kontentini 50 tadan kamini ko'rsatadi. Chunki hozir biz mana bu joyga create note bo'lib turib title va kontentiga misol uchun volume ko'p tekst berib olsak, mana faqat 50 tasini ko'rsatadi. Atak shuni yozmasam hozir index HTML'da yozmasam уже hammasi ko'rsatadi. Uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun endi read more qilib, ya'ni note detail ko'radigan ham bo'lmaydi. Bitta page qo'shib yuboramiz. Ja, ko'p emas. Hop, bu note detail. HTML. And then bunga extends qilamiz. Base. Undan keyin bizga note kirish kerak. Note detail. Ya boshida backenddan start. Hop. Apply'da create note'dan keyin funksiya yozamiz. App.com slash note slash detail va ID'si bilan detailni olib kelishimiz uchun ba'zan. Va dev note detail ID undan keyin bizga nima kerak? Bazaga nima kerak? Bazada bizda note degan modellar saqlangan. Hop. Endi tekshiramiz. Note get or yoki bizga mana shu note'ni ID'sini olib beradi yoki error endi biz naqamiz return and then template note detail HTML note Hop, endi HTML note detail HTML notes bizda degan note blog and blog. Hop, endi bu joyda bizga bitta forma, ya'ni template kerak. Tarafdan buni ham kartdan topsak kerak. Yo'q. Menimcha shunga o'xshagan mana shuni kopiya qilamiz va joyda copy paste va biroz tasdiqlaymiz.
Hop, bizda asosan bu header joyida bizda error feature degan joyda bizda manimcha title note va textidan note.content va bizga hech naqa link kerak. Manimcha ustida autoni kerak. Hop, bitmore kerak. Page indexda bitmore joyda biz URL qo'yamiz. For note video va id teng giramiz, bosamiz va bizda mana feature atak pastida vaqtda endi bizda vaqt manimcha keltirilmagan. Ba'zi modellarda bizda vaqt yo'q, faqat title content view. Biz mana bu eng tepasiga user auto text video. Hop, endi bizga kerakli narsa nima? Hop, bizda detail page bor, the home page bor, login ishlayapti, not ishlayapti, not login register late exam bo'ladi. Hozir ular turib mana bu nimadan chirsam hop, bu joyda navbaron bo'ladi. Hop, page no format nothing website nothing website nothing hech nima. Hop, ba'zidan kerak hop, hello, hop, userlarda 2 marta bitta username bilan ochib qo'yiladi. Yo'q, qanday bo'lganda? Yo'q, hech bo'lmaydi. Bu qanday qilib bitta username ochib qoldi? Bizda muammo registrda. Hop, bu joyda register keladi. Username, email, password. Hop, bu joyda tekshiradi bo'sh emasligini. Check username qiladi, username tekshiradi. Va check email tekshiradi. Agar check username bo'lsa, flash qiladi va email
Eğer email bo'lsa bunday qilib bo'lmasa qanday qilib yaratib qo'ydi unda qanday qilib bo'ldi bu hop yana bir o'rnib ko'ramiz register aynan mana shu nom bilan nimadir o'tganda hop mayli mana buni o'chirib turib boshqatdan hop endi yangimiz va yozamiz nimadir foydalanish muvaffaqiyat deyapti nega o'shada bunday kodimizdan qanday qilib aylanib ketyapmiz username yoki ba'zida nima bormikin ha orada bitta probel qo'yyapti probel soladi qilish kerak mana shu joyi biroz muammo desam terda mana o'chirib qo'ysam bo'ladi hop endi chiqamiz va probel degan narsani yuzurmanlarga qatnashmaslik kerak probel yani hop endi shu probel solish uchun mana bu yerda bitta qilamiz mana shu degani agar changes o'ng yoki chap tarafga probellar bo'lsa buyog'ida bo'lsa o'shani buyog'ida ham bo'shatadi faqat har bitta username va passwordlarni strip qilib olamiz va bo'shni tekshiradi va hop boshqatdan registrga o'tamiz endi bunday qilib bitta probel va agar kichkina farq bilan yozsam bunaqa yo'q va kichik veb-saytimiz tayyor bizda qolgan ba'zi narsalar bor ularni hozir ko'rib o'tamiz. Hop do'stlar, endi biz o'zimiz kodimizga yangicha narsalar qo'sha olamiz. Hozir bizda Flask login qo'shilgan, Flask SQL Alchemy va Flask qo'shilgan va ularni ishlatgan holda shularda bitta web sayt unchalik ham web app deya olmaymiz, web ilova deya olmaymiz, chunki bu saytda unchalik ko'p userning harakatlari qilinmaydi, userdan unchalik ko'p ma'lumot olinmaydi. Faqat sayt ma'lumot ko'rasiz, ba'zi ma'lumotni qo'sha olasiz, faqat ko'rish uchun olgan saytlar web sayt bo'ladi. Hop, biz endi bitta muammoga yechim topib bera oladigan Flask Migrate haqida biroz gaplashsak bo'ladi. Misol uchun bizda mana modellar bor. User modeli va node modeli bor. Databazada yaratilgan tablelar. User modeli ham, node ham. Ularning har bitta mana bu o'zgarishga tenglangan kolumnlari databazada kolumn, ya'ni ustun, bitta ustunda bizda faqat title bor, content bor, user ID ham kolumn. Bu joyda ham password, email, username, bular kolumn, bu kolumnga bu databazada ko'rmaydigan
hop id ham column ustun. Va biz qachonki misol uchun user madaniyat yapmiz va bu joyda biz misol uchun adres degan joyni unutib qoldik. Va biz buni yozib turib adresni yozsak-da ba'zan bitta yangilasak bu paydo bo'lib qolmaydi. Yoki boyagi klassifikalarni ochib olib db create olsak bu paydo bo'lib qolmaydi, chunki db create faqat table'ni create yaratadi. Table yaratganimiz o'zi yaratmaydi. O'zi bunaqa yangi column qo'ysangiz, o'zi siz table'ni o'chirib boshqatdan yaratishingiz kerak. Bunda bitta muammo kelib chiqadi. Bu muammo ham sizning table'ingizda ko'proq ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun va ular o'chib ketishi mumkin. O'chib ketadi agar siz yangi column qo'shmoqchi bo'lsangizda, keyin bazada table'ni boshqatdan o'chirib yaratishingiz kerak. Undagi ichidagi ma'lumot o'chib ketadi. Bitta column qo'shish uchun. Va shu joyda bizga Flask Migrate yordamga keladi. Flask Migrate o'rnatilgan. O'rnatib olamiz. Flask Migrate'dan Migrate'ga boshlaymiz. Va bu bizga nima beradi? Flask Migrate qachonki biz misol uchun modellarni yaratib bazaga saqlanib bo'lganimizdan keyin yangi column qo'shmoqchi bo'lsak, bu Flask Migrate bizga table'dagi ma'lumotlarni o'chirmasdan turib yangi ustun qo'shadi. Ya'ni table'da ma'lumotlar turadi, hamma ma'lumotlar, va u bizga oxiriga bitta shu adresga column qo'shib beradi va uni hamma bazadagi ma'lumotlar uchun 000 qo'yadi. Agar bizga not 0 bilan yaratmoqchi bo'lsangiz, bu joyda bitta xato kelib chiqadi, chunki bu Flask Migrate yangi columnni 0 qiymati bilan qo'shadi. Bazadagi ma'lumotlar o'chirilmasdan, lekin nullable false yaratmoqchi bo'lsangiz, bunda muammo. 0 yarata olmaydi deb muammolarni hal qilish o'zi muammo. Xo'p, bizga unday bo'lishi shart emas va biz buni qanday qilib bazada paydo qilib qo'yamiz? Yozib bazani bundan oldin joyda bizga Flask Migrate kerak. Flask Migrate Flask Migrate'ni o'rnatamiz. Va shungacha bazadagi ma'lumotlarni ko'rsatsak bo'ladi. Hop, bazaga mana tashlaymiz, bosib kerakda. Hop, endi bu joyda mana bizda users yozsak, mana username, email, password, lekin bu joyga adres yo'q. Adres qo'yish uchun bizga Flask Migrate ishlatamiz. Agar Flask Migrate ishlatmasak, bu joyda usersni o'chirib turib boshqatdan Flask shellda hamma table yaratishga to'g'ri keladi. Successfully installed deyapti. Hop, endi biz Migrate o'rnatildi. Endi biz nima qilamiz? Buning uchun biz albatta birinchi navbatda applicationimizga, web applicationimizga bu migrate qila boshlashimiz kerak. Migrate teng migrate'imizda birinchi db, keyin app db. db app qilamiz va bo'ldi. Mana shu qatorni qo'ysangiz, o'zi sizning web applicationingizga
Flask migrate qiladi va bemalol ishlasangiz bo'ladi. Va bitta narsani yoddan chiqarmangizlar. Albatta bu Flask migrate turgan ulangan faylning nomi albatta app.py bo'lishi kerak. Boshqacha bo'lsa o'qimaydi va topolmaydi bu migrate. Bunaqa Flaskga migrate qo'shmading deb xato beradi. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana app.py'ni rename qilaman. app.py deymiz. Va mana joydan Flask init Flask db init desak Flask db'ni topolmaydi. Flask db nima deb qo'yaman? Key error app.py file current directory bo'lishi kerak. App bo'lishi uchun bu fayl nomini albatta app.py deb yozishga kerak. Hop, biz mana boshqa terminal yozamiz. Endi Flask db init. Mana bizda paycheck bo'ldimi? Modellashyapti. Bu yerda error nimadir. Nima error? Mana bu joyini menimcha app deb yozsam. Endi-chi db init. Creating directory, mana migrations degan tab kerak bizga migrate. Databazdan migrate qilganlarimizni bitta fayl versiyalar ko'rinishida saqlab oladi. Endi biz migrate'ni application'ga qo'shib oldik. Mana papkasi ham paydo bo'ldi. Endi biz bazani yangilashimiz kerak. Buning uchun biz Flask db migrate deymiz. Flask db va bizga bazani migrate qilish kerak. Versiya nechadir L80 va hokazo. Endi bu yangilagan, bazamizni yangilaganimizni bazamizni saqlash uchun Flask db upgrade degan bazaga saqlanib qoladi. Running upgrade bo'ldi. Endi bazaga qaytamiz va bitta yangilasak adres paydo bo'ldi. Va bu yerdagi ma'lumotlar ham o'chib ketmaydi. Hammasiga 000 deb chiqdi. Bularga biz yozishimiz mumkin. Washington read ma'lumotlar bemalol o'chib saqlab mana Flask migrate bizga nimaga kerak? Shu narsa biz uchun ancha foydali narsa aslida. Endi Flask migrate nimaga kerak? Userga adres qo'shdik. Mayli, endi title content created ad degan created ad integer emas data time time kita va bu default then this data time now data time import data time import. Endi buni ham bitta migrate qilamiz. Endi Flask db initni bir marta yozamiz. Qachonki migration'ni davomga berish uchun va migration partiyasini kirish uchun. Undan keyingi yangilash uchun shunchaki Flask db migrate info tashlashamiz. Info olasizlar and migrate Flask db dom deyapti. Kiramiz.
baza mavzuda notga yüklenmesi köyde tak işlemeyi yok. Çünkü yeni yaratımlar konusunda da var. White Climate, human page. Yazarımız bazıya iyi uzun sayfamızda yürürler. Python, Py. Website masamız, kendimiz. Environment, kendimiz. Untuk powerland, Domo, kemudian model share. Also in terms of read modules, that 2 days ago question here where I get what celebration June templates done in the system order and not in the system not system yazarımız notes related ne dedi yani no that the time the date yani waktu sekund minut derecede pusat bir yerde ve olmayacak yani yani bunu formatlaştırmamız için bunun için biz nokta strp time belki de vakti yazıyoruz file ya meyve gördüğüm şunu endi so'ng yangi not yozamiz Vietnam uchun news today news tabletda yaratildi va ichiga kirishtirsak avtomatik hozirgi vaqtni beradi. Biz endi matematikada tan beradi. Notlarimiz endi bizda yana nimadir kamchiliklar bormi? Yana bir yangi narsa qo'zg'olamiz. Bu ya'ni admin panel qo'shishimiz mumkin. Saytni administrator ya'ni super foydalanuvchi bo'lib boshqarish uchun bu bizda Flask'da maxsus nima bor? Package Flask admin degan uni ham o'rnatib olishimiz kerak. O'rnatib olaylik. Hop. Terminalda install Flask admin bo'ldi. Mana o'rnatib bo'ldi. Endi buni ham Flask admin. Endi biz mana shu Flask admindan admin panel yasashda foydalanamiz.
Derli tayyor admin panelsiyam bor, lekin biroz u yoq-buyog'ini o'zingiz qo'lda qo'llashingiz kerak. Uni yozamiz from class admin import admin joy esimdan chiqyapti. Class admin import admin admin index view degan narsa bor va hop hozir hop to'g'ri ekan, mana shu admindan olish kerak va mana bu joyda modulni oldin biz admin yozamiz. Bu juda ham oson ekan. Admin deb turib admin va ichiga admin va mana bu template mode degan joyga bootstrap endi terminalda yurgizamiz va tekshiramiz. Admin ishlayaptimi? Saytga kiramiz va endi mana shu URL barga /admin panelga olib kelyapti. Home admin. Hozircha bizda hech nima yo'q. Biz bunga database modellarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun biz mana bunday qilamiz. Admin add view bizga base model view degan narsani kerak ekan. Admin config .sqli degan package ichidagi package xonalardan. Hop, bundan keyin biz adminga view ko'rishimiz uchun shu model viewdan foydalanamiz. Model view ichiga modullarni beramiz. Bu bundan keyin user beramiz va userdan db.session bundan so'ng admin add view model view node va db.session endi serverimiz to'xtab qolmagan bo'lsa boshqa yerdan yurgizamiz va saytimizni tekshiramiz. To'g'ri. Bunda modellardan keyin hozir modellarga kelmayapti. Shuning uchun men bu modellarni alohida faylga ko'chiraman. models.py deyman va faylda modellar saqlanadi. Va u yerga kerak bo'ladigan narsalar uchun install alchemy kerak va userimiz class login nima kerak? Class manager emas, class admin yo'q, data time kerak. Data time burada db yaratmıştı. Burada db'ni yarat. Burada
joyda endi o'sha modellar import qilib olamiz. User node metafor yo'q va undan keyin mana shu tuzda ishlashi kerak. Hop. Endi mana klaslarimiz ishga tushdi va bitta yangilaymiz. /admin class admin kodida user va node ham bor. Userga kirsak, user model uchun interface joyga yangisini yaratib ko'rishimiz mumkin. User va node uchun ham yoki tahrirlashimiz mumkin. Model yoniga qo'shib va select deganda uzalik degan bo'ladi. Bundan keyin node uchun ham shu narsalar content tahrirlash mumkin, xullas hamma ish qiladi. Lekin admin panel kerak, lekin bu admin panel uchun biz cheklov qo'yamiz. Admin panelga xohlagan odam hatto logout holatda ham, ya'ni kelmay turib ham admin panelga kiradi va bu kerak emas bo'lgan narsa. Qanday uchun biz admin panel uchun cheklov qo'yamiz admin panelga kirish uchun. Bizga import qilgan narsa kerak. Admin index degan narsa. Hop, buni to'g'rilashimiz uchun biz mana bunday class yozishimiz kerak. Classni admindan oldin yozamiz. Class admin my admin index view deyimizda ichiga admin viewni meros qo'yamiz va buning ichida funksiya yozamiz. Bu funksiyalar bunday default holatda is accessible. Bu qaytaradi user aynan admin yoki yo'q. Buni qaytarish uchun bunday current userni tekshiramiz. Current user tekshiradi va login qilgan bo'lishi kerak va current user is admin bo'lsa admin degani true bo'lsa bizga ruxsat beradi. Mashina true qaytaradi. Accessible deydi, admin panelga o'tkaziladi. Else holati uchun bunday funksiya yozishimiz kerak. Accessible callback. Now self name quarks new quarks va bo'ldi. Quarks ondan keyin shunday holatlarda hop, endi bu my admin viewni mana bu joyga
koyamıyorum. Için admin view admin view admin view index diyeceğim. Index view then my admin view the best olsun. Yang yaptı ve sorun cennetin içinde güzel başlamış hop ve hedefimiz ne? Hop biz yapmak admin panel share yapıyoruz. After that not found yet. Yani admin panel share yok. Agar biz admin paneldan keyin user deb yozsak nega ruxsat chunki bu prям admin panelga kirmayapmiz, modelga kiryapmiz. Buning uchun biz modellarni ham himoyalab chiqishga uchun modellar uchun ham shunaqa klasslar yozishimiz kerak. Modellar uchun deyarli shundan farq qilmagan narsa yozamiz. Buni kopyalab tashlab buraya shunchaki modellar uchun secure model deymiz va bunga admin emas model deymiz. Yozib bu joyga ham deyarli farq mana bu joyda model view bo'lib turadi. Secure model deb chiqamiz va yetarli. Admin slash username not found then. No, not found. Và biz endi bu admin panelga do'st bo'lishimiz uchun biz avval modellarimizga user uchun admin degan joyni qo'shishimiz kerak. Buni boolean qilamiz. Ya'ni bir yoki nol true yoki false bo'lib turadi. Boolean false qo'yamiz va default bitta bazani migrate qilamiz class db migrate. Buni class db endi bazani tekshiramiz. Yaratganimiz indirimiz biz admin 0000 default false. Çok no problem. I take you. Nerede? Yok. Program solution admin degan bir burada var qilamiz va so'zim bilan kiromayapmiz-ku admin diğer admin panelini va shu do'stni admin degan foydalanuvchiga berib qo'ydik. Hop hop mana endi bu yerda login qilamiz. Admin degan admin endi bularni home admin mana home adminga kirdik. Userlar bor, notlar bor. Zaten admin degan joyni bo'lgan uchun tekshiramiz. Bunga tekshirib qo'yamiz. Not qo'shishimiz ba'zidagi tablelarni ko'rishingiz mumkin.
admin panel. Gaplar. Hop. Hop. Sizning bilan bizning umumiy flaskalarimiz tayyor. Faqat bir narsani esdan chiqarmagan bo'lsak. Ancha sanchdi bu narsa flaskalarimizni umumiy ko'rinishi. Hamma narsa joyida yotibdi. Hamma narsa F-fayl ichida. Masalan, alohida fayllar yozilishi kerak va bitta papka bo'lishi kerak. Hozir o'tirsam bular hammasini alohida fayl papkalarga bo'lishi kerak. Umumiy ilova layouti bor. Flowboxda Protect layout. Umumiy proyekt ko'rinishi bunday bo'ladi. Hello Python fayl ichida shunday va umumiy class proyekt ko'rinishi. Bitta papka bo'ladi. Umumiy proyekt papkasi papka init.py, db.py, models.py CMS va bu kerak emas bo'lgan narsa out.py. Autenticatsiya uchun blok.py nada. Yani ikkalasini bir qilib use bitta fayl deb qo'ysa bo'ladi. Ikkalasini use postga for authentication uchun bu bloklar va template ham class ichida yaratilgan bitta papka ichida turadi. Base ichida har bitta HTML nima uchun kerakligi bunday papkalarni ichiga saqlab va static ham shu template ichida. Template bilan bir joyda turadi va bu test sistemi bu har bitta narsani test qiladi va birga qandaydir dokumentatsiyalar bor. Shu umumiy klasslarni ko'rish. Endi bu klasslarni ko'rishga qarab o'zimiz ilonimizni to'g'rilab chiqsak bo'ladi. Hop. Bizda birinchi navbatda project project endi buni ichida yangi folder yaratamiz, ya'ni nothing website nothing website. Buni ichiga hamma narsani joylab chiqamiz. Papkasini so'ramiz. Nothing website ichiga hamma narsani joylab chiqamiz. Template function va app ichiga kerak. Static instance endi umumiy bo'lishi kerak. Tashkil etilgan ma'qul va migration ham ichiga qo'yamiz. Ichida narsa yo'q bo'lishi kerak. Model panel va app panel ichiga joylaymiz. Hop. Endi yo'q app panelimiz hozir biz app'ning bo'laklariga bo'lgan modelsga bo'ldik. Models hamma narsa kelyapti. Endi biz notification'da init.py init.py degan endi mana shu oddiy fayl papkani packaging bilan fayl init.py nima yozamiz desa, mana shu hamma import qilinadigan narsalarni ambient bor.
hamma import qilingan narsalar, appni konfiguratsiyalari, hamma narsa o'shaning ichida bo'ladi. Hop. Va ba'zi admin panel konfiguratsiyalari ham biz mana shu joydan tepasini polning kafelashtirib olib, mana bu joyda init ichida copy paste bu joyda multimedia views degan fayl yaratamiz. O'zimizga hamma viewlar saqlanadi. Va endi viewslardan modulni joyda app faylimizni endi hamma narsani init fayldan olib kelib olaman. Burada views yo'q. From noting website chunki pub kanaliga o'z ichidagi narsalarni init fayllardan olaman. Bu package sifatida ko'riladi. From noting website import from website views desem ichidagi fayl, ya'ni buning ichidagi views fayl hammasini yana shu hammasini qilamiz. Va yana bir narsa modul kerak. App is not defined. Of views defined app bu app fayda app is not defined. Of views defined import views init.py from node to website app to send login record and login required. Login required uchun bizga nima kerak? Login manager hammasini olib beradida, shunda kompyuterni alohida olishadi. Mana va nihoyat ishladi. Endi buni bitta ko'rsak, qanday ishlaganini ko'ramiz. Hop, yangilaymiz va shu narsa database saytimiz ishlayapti. Ajoyib. Xo'sh, mana bu saytimizni ham bo'lak-bo'laklarga bo'ldik. views.py, init.py da hamma import qilingan narsalar, applar, videolar, adminlar va modullarga shulardan va app file umumiy turadigan app fayda modul
Model tutib model tamam. Yan model yan farklı. Yazması var mı? Model. Yazılan kıldık ve bolda. Bizim sayfamız değerli 100% yoki 90% tayyor. Hop. Biz sayfamızda views yapsak, viewsda hamma ko'radigan so'zlar minutbay import qilingan package'lar, import qilingan narsalar va bu joyda saytimizning ismi ishlaydi va uni app fayldan turib import qila olamiz. Ammo uncha mumkin emas. Xullas, mana sayt ham tayyor. Вообще-то boshqa ish ham yo'q. Bu sayt umuman olganda вообще simple sayt. Joyda ko'p funksiyalar yo'q, faqat girish mumkin, o'qish mumkin, ko'rish mumkin, yurish mumkin va xullas do'stlar, shu bilan bizning Flask web ilova yaratishimiz, veb-sayt yaratishimiz o'z yakuniga yetdi. 3 qismli iborat video, albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Va menda bir taklif bor. Hozir men Fast API o'rganish bilan bandman. Va shu Fast API o'rganib bo'lib, yaxshigina shundan so'ng Fast API haqida ham bir video darslik qilsammikin deb o'yladim. Fast API ham o'zi oson o'rganish uchun, boshlovchilar uchun oson va tez bo'ladi. Nomiga yarasha Fast API tez API yaratamiz, ammo ba'zi joylari sal qiyinroq. Masalan, ba'zan ulash, ba'zi bilan muloqot qilish biroz murakkabroq va ortiqcha package'lar, ortiqcha kutubxonalar ishlatasiz va biroz boshda o'rganganda qiyinroq bo'ladi. Shunchaki rootlashtirish, ya'ni o'sha post, get, patch, put requestlarini olib nimadir ish bajarish joylari o'sha routing qismi unchalik qiyin emas, darrov yaratib olsa bo'ladi. O'sha modellar yaratib, ba'zida ularga ulanish biroz muammo. Fast API'da man o'zi Fast API o'rganishdan oldin nima o'rgandim? Flask'da API yaratish, Flask RESTful framework orqali yaratsa bo'ladi. Unda biroz sal qiyinroq, lekin qiziq. Yaratish biroz qiziq, unchalik tez bo'lmasligi mumkin, sal ko'proq vaqtingiz ketadi, lekin qiziqroq. Uni yaxshi tomoni ham shundada, Flask frameworkni bilsangiz, u unchalik qiyin bo'lmaydi o'rganishga. Biroz routing qismini o'rganib olasiz, qanday post, get, put requestlarni qanday olsa bo'ladi, ulardan kelgan ma'lumotlarni JSON formatida ishlash kerak. Buni ham o'zgarishda qiyin bo'ladi. Faqat JSON formatida ishlaysiz. Fast API'da unchalik JSON bo'lsa shart. Bazaga yoki API'ga get request kelsa, nimadir olish uchun va API iboratda bazadan ma'lumotni oladi. Ma'lumotni olgandan keyin uni JSON formatida dokumentda bazadan query qanaqadir formatda olib, JSON formatida qaytaradi. Fast API'da shunchaki bazadagi ma'lumotni olib, list qilib yuborsangiz ham bo'ladi, boshqa qilib va farqi yo'q Fast API. Flask RESTful'da bo'lsa, hamma narsa JSON formatida o'xshaydi.
Get rekursiya ham hamma rekursiyada qaytariladigan narsa son formatida. Даже status code qaytarish ham biroz murakkab emas. O'zgarishlar kerak. Hop, shu attack class crest ham unchalik qiyin emas. Attack bundan boshlagan yaxshimi yo bundanmi? Biroz bilmadim. Hop. Attack fast DPI o'rganish oson, tez o'rganasiz. O'sha model qismi biroz keyinroq. Class crest bo'lsa, ba'zilarga xuddi shunday oddiy class ilova yaratgandek yaratasiz. API'ni ham chunki ilovangizni bilasiz va class qilib resurs yaratasiz. Bu resurslarni qanaqadir rootga bog'lab qo'yasiz. Slash items degan root uchun qaysidir resurs ishlatib va shu resurs orqali bazadan olasiz. Va shu bazaga ulanishni unchalik emas. Bunga model yaratish, bunga modellar shu classda qanday yaratilishi shunday SQL alchemy bilan class SQL alchemy va hammasi deyarli class bilsangiz class SQL unchalik emas. Bazaga ulanish unchalik emas. Shunchaki biroz routing qismini o'rganib olsangiz, ya'ni post, get, put shunday questlar bilan ishlash biroz o'rganib olsangiz, class SQL unchalik qiyin emas. Man bo'lsa ikkalasini bir ketishda ushlab qolishga bir kirib fast API'da API yozaman, bir kirib class REST'da xullas ikkalasini ham teng o'rganayapman. Class o'rgangandan keyin fast API o'rgangandan ko'ra class REST'ni o'rgangan yaxshi. O'zim fast API'dan ko'ra birinchi classda API yaratish deb Attack birinchi shundan boshlab video kurs qilsa ham bo'ladi. Fast API kurs turadi. Classdan keyin class RESTful bilan keyin fast API'ni biroz ikkalasini ham bir video kurs chiqarish qulay. Uchun birinchi class RESTful, undan keyin fast API. Fast API. Fast REST. Даже контекстно. Dokumentatsiyasi, o'rnatish, minimal API yaratish, uchun fast RESTfuldan API yaratish, resurs optimizatsiya qilish, hamma narsa JSON formati va JSONda endi shu Pythondagi dictionary hisob. Bunda ham key value bo'ladi. JSON formati va JSON uzaytirilgani JavaScript object notation bo'lishi kerak. U obyekt hisoblanadi JavaScriptda. Mana shunday narsa JavaScript obyekt. Key mana value. Bitta obyekt, yana bitta yoniga ikkinchi obyekt, shu obyektlar list qilishda xullas menimcha shu class RESTfuldan boshlanishni qo'lyapman. Yana o'ylanib class RESTfullarni ham biroz darslik qilsam bo'ladi. Albatta video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kommentariy fikringizni qoldirib va kimgadir yana shunday videolar kerak bo'lsa ulashib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bo'pti, mayli unda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.